Tursunoy Tajibayeva ingliz tili fani o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritayotgan tajribali pedagoglardan biridir. Shu maktabda ingliz tili fanidan 18 yildan beri dars berib kelmoqdaman. Ushbu kasbni tanlashda ustozlarning ibratli faoliyati muhim o'rin tutgan. Ingliz tili fanini tanlashimga maktabdagi o'qituvchilarimga havas qilgan holatda ingliz tili fanini tanlaganman. Shuningdek, u o'quvchilarga o'z yo'nalishi bo'yicha muntazam tavsiyalar berib kelmoqda. Bugungi kunda men o'qitib kelayotgan o'quvchilarga kelajakda o'z oldilariga qo'ygan maqsadlarini yanada yuksaltirishlari uchun qo'shimcha xorijiy tillarni o'rganishlarini maslahat berib kelmoqdaman. Agar o'z kasbining eng yaxshisi va eng ustasi bo'lishni xohlasa, kamida 2 yoki 3 tilni bilishlarini maslahat berib kelmoqdaman. Bundan tashqari, ota-onalarga ham farzandlar ta'limi yuzasidan doimiy maslahatlar berib boradi. Ota-onalarga maslahatim, farzandlarini kelajakda yaxshi inson bo'lib yetishishlari uchun qo'ldan kelgancha yordam berishlari va ularni til o'rganishlarida o'zlarini hissalarini qo'shishlarini maslahat bergan bo'lardim. O'zining izchil mehnati evaziga turli yutuqlarga erishib kelmoqda. Ish faoliyatim davomida men ko'plab yutuqlarga erishganman. Hozirgi kunda oliy toifali o'qituvchiman va xalqaro sertifikatlardan C1 darajada sertifikatlarim mavjud va hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan berilayotgan ustamalar sohibasiman. Uning faoliyati yosh avlodning xorijiy tillarni egallashiga va bilimli bo'lib yetishiga xizmat qilmoqda.